Assalomu alaykum hurmatli eshituvchilar. Sizlarga eski mol bozorida yonida 4 qavatli domimizda 4-qavatida 3 xonali kvartira topib qo'ydim. Hozir obzorini qilib beraman, ko'ringlar. Uyimiz 3 xonadan iborat. Bu turgan joyimiz mehmonxonasi. Uzun koridorimiz. Shu joyimiz detski. Bu joyimizda kuxnya mana. Aqlli kotyola qo'yib qo'yishgan, gazni qaranglar, svet, gaz, suvdan umuman muammosi yo'q. Bu joyimiz spalni, 80% mebel jihozlari qolar ekan. Sanuzilni ko'rsataman. Sanuzilimizda mana vanna отдельный, hojatxonamiz отдельный, mana ko'rishlaringiz mumkin. Rakvinalargacha qo'yib qo'ygan. Kirish joyimiz. Narxiga kelsak, egasi bilan talashib 34900 ga tushirib qo'ydik. Kimga kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib, qolgan ma'lumotlarni so'rab olishlaringiz mumkin.